Ko'rolmay ikkita kartda ifu. Ikkita bodringni ham. Yo'qmasa katta ko'chaxonmi? Atak qo'ziqorinlari ham bor. Qalaysan, bratishka? Assalomu alaykum. Yaxshi, kim aytardi tilini kesaman. Shu akalarim. Esimda yo'q. Kimligi? Kechib qo'ygan salatcham pikmini qolib, nima qilay? Qorin och, ovqat tugagan. Kun bo'yi yeb bo'ldim hamma ovqatni. Nima qilay? Qani bergan va'da? Siz bajarmadingiz-ku? Semirib ketyapsan. O'zi 2 mahal yesam. Dushi sog' bu rahmat qarzmaydi. Rahmat, rahmat. Bundan ham ko'pini uring. Xalajonikni daragaga to'ntarib aralashtirib yeyishim. Bugun xo'p deb aytdim. Ebe. Siz uring. Uy, nereden ekan? Uyada. Ne oğlum? Короче, sen gapata gapingga javob bermasang nima qilasan? Pasha, вообще-то siz gapingizga javob bering. Siz mujiksiz, siz birinchi gapingizni qiling. Men qiz bo'laman, так что erkak kishi gapirdimi qiladi. Nechего себе, bile qiz boladan birinchi kutasiz? Tupitsamisiz, biling. Mana chakagimni ochmang, uydagilarim uxlayapti. Erkak kishi deganda men gapiga dostoynisini tushunaman. Qolganini tushunmayman men. Senga nomer bersen dedim. Nomerimi hali? Yo'q narsa deyman. Ya siz erkak emasmisiz? Uka. Ya, bir xilga jo'radigan ekan, uka deb oldingizmi? Ber nomer. Nomerni tashlab yuboring, bet bo'yiga tashlab yuboraman men bularga. Ittalabdan beri nomer so'rayaptilar. Sen meni sen bugun gaplashganingizni ha, ittalab kimi? Da, ismida. Nomerni tashlab yuboring, men rahmatliga tashlab yuboraman nomerni. Voy, bilayt qildim. Bilasan, da bilaman. Bu sahrayat qilmaganman lekin. Tashlab yuboring. Telegramdan ko'rib tashlab yuboraman hozir. Telegramdagi nomer. Хорошо, rahmatliga yozing menga, men sizga nomer tashlab yuboraman. Tavba, burnim achishib ketdi.
bugun onasini emsin bor-ku. Ko'p